hozir suratga tushayotgan paytim xayolimga bitta shu narsa keldi va kuldim o'sha narsa kelgandan keyin. Bu biza erta yo kech baribir o'lamiz-da. Bu dunyoni tark etamiz. Hozir xayolimizdagi bo'lgan odamlar, masalan, u odamlar qanaqa qilib bizansiz yashaydi deb o'ylayotgan paytimiz, u odamlar prosta sizning o'rningizga boshqa odamlarni zamena sifatida olishadi va hayotini hech narsa bo'lmaganda yashab ketaveradi. To есть siz hattoki bo'lmasangiz ham u odamlar hayotini yashashni davom ettiradi, kuladi, yeydi, boshqalar bilan gaplashadi. To есть tushunasizmi? Biza u odamlar haqida o'ylayotgan paytimiz, hattoki siz hayotdan yo'q bo'lib ketganingizdan keyin ular maksimum 1, 2, 3 kun yig'laydi. И всё, bo'ldi, siz уже даже esiga ham tushmaysiz. Va nimaga biza keraksiz odamlar haqida o'ylaymiz? Nimaga biza o'zimiz haqimizda o'ylamaymiz? O'sha narsani o'ylaganimdan keyin уже men tushundim to'shto. Kim o'ylashimdan qat'iy nazar va pishi ahamiyatsiz odam ekan ular. Chunki agar men bo'lmasam, ular menga 100% zaminani topishadi yoki boshqa do'st topadi. Shu uchun bu hayotni o'zlaringiz uchun yashanglar va o'zlaringiz uchun to'g'ri bo'linglar. Kimgadir ideal ko'rinish absolutni kerak emas. Agarda qaysidir odam pedestalga qo'yayotgan bo'lsangiz, u zo'r deyotgan bo'lsangiz, yo'q. U zo'r emas. Siz zo'rsiz. U odamlar emas. Buni eslab qolinglar.